Uyim ham bitdi. Juda ham charchab ketdim. Ha, juda ham chiroyli uy bo'ldi o'zi ham. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Malika do'stlar. Bugun sizlar bilan uyimni dekoratsiyasini va qanaqa bezatganimni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Sizlarga uyimni ko'rsatib chiqaman. Bu yerda versak, bu yerda pechka va tuvak va sakura daraxtining ko'chati. Bu yerda bo'lsa juda ham chiroyli va ko'p kitoblar. Bu yerda svetilnik, bu yerda yotoq, bu yerda bochka, ustida bo'lsa svetilnik, bu yerda bo'lsa sandiq va sandig'imni ichi. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Xo'p, endi maktubni sizlarga o'qib beraman. Salom, mening ismim Malika. Men blogerman, Minecrafter ham. O'zingizlar bilasizlar-ku. Ko'chaga chiqaychi. Nima gap, nima so'z? Toza havo. Salom. Salom, sen kimsan? Men yaqinda kelgan edim qishloqqa. Ismim Muslima, siznikichi? Malika, tanishganda xursandman. Keling do'st bo'lamiz. Mayli, bemalol sansirab gapirishing mumkin. Ha, mayli, siz ham. Qishloq ile chiroyli ekan-a. Ha, chiroyli, lekin hozir men senga bitta narsa ko'rsataman. Bu aytgan gapingga aniq afsuslanasan. Bo'pti, mayli, ko'rsat. Ketdik. Hozir senga qishlog'imizni tanishtirib chiqaman. Bu meni uyim. Aha, Kirsam bo'ladi. yaxshi. Qani, yaxshimi? Ha, chiroyli ekan. Xullas, bu meni uyim. Uyimga qarab yuraman, to'g'risi. Chunki mo'g'illar bu meni eng yomon ko'rgan narsam. Bu o'zingning uying. Ha, bilaman. Bilsang kerak. Kiring. Kirib ko'ring. Yangi qishloq. O, yaxshi, juda ham chiroyli. Yo'da nima bor? Agarodmi? Ha, agarod. Ha, mayli, yo'q, rahmat. Ketdi. Juda ham vaqtimiz kam. Eng yaxshi ko'rgan narsang nima? Sabzi, juda ham yaxshi ko'raman. Yaxshi. Qishloqlar bor. Juda ham yomon ko'raman bu qishloqlarni. Chunki meni urishib qolganmiz, menga gapirmaydi ham вообще. Xullas, bu uyni ko'rib turibsan. Chiroyli. Shu chiroylimi? Yo'q, chiroyli emas. Nima? Menimcha mo'g'illar bu yerda kim turadi? Bitta qishloqqa. Menimcha mo'g'ilab ketgan. Buni hozir ichida nimalar bor ekan? Mashi bizni qishloqqa kelding, to'g'rimi bizning qishloqqa? Mashi mo'g'illarni deb hamma shamollab yotdi. Mana o'zingni ham shamollabsan, yuqtiribsan. Ha, to'g'ri. Endi menga ham yuqtirmasang bo'ldi. Yo'q. Mana bu yerda nima? Bittadan loy, nima? Ishda loy, nima? Bu uy sotuvda. Hamma kasal bo'lib yotibdi shu virusdan. Ha, virus. Men bu uyni qaraginsan. Nimalar bu menga yuqtiryapti? Bu narvonlarigacha. Mana bu damlamachi, ko'rishing mumkin. Ha, ko'rdim. Bu ham menga gapirmaydi oshida. Bu meni eng yaqin do'stim. Bu qishloqi men bilan ko'p gaplashadi. Narsalar ko'p sotib olaman. Xullas, bu savdoni juda ham arzon va juda ham insofli qishloqi. Lekin bu yo'da suv tozamas ekan. Qarang mana suvni. Ha, mayli. Bu uy ham sotuvda. Ko'rishing mumkin. Ichida bittadan loy, no farqi yo'q, mayli. Xo'p, keyingi uy, bu tagarot, ko'rishing mumkin. Yaxshi, agarotam. Xo'p, bu yo'da ketibdi. Ha, bu uyda sayohatga ketgan bu qishloqi. Uyda prosta kalavatlar mog'alab ketmasligi uchun shunaqa loy ekib ketgan deb eshitdim qishloqlardan. Ha. Yaxshi. Xo'p, mana bu uy, bu qishloqi mana ichida qishloqi bor, ko'rishing mumkin. Ko'raman. Bu qishloqi hech qachon ertalab ko'chaga chiqmaydi, kechasi faqat yuradi. Nima bu ilonlab shunaqa-ku. Mana eshigini yopib qo'yganini qara, quyosh chiqmasin. Ha, ko'rdingmi? Bu shunaqa qishloqi. Xo'p, keyingi uyga o'tamiz. Keyingi qishloq bilan tanishaman. Bu qishlog'imiz uchun men kapitanman o'zi qishloqda, nima deydi, boshqaradiganman. Bu meni yordamchim. Bu hozir safarga ketgan. Qishlog'imiz uchun katta direktorlarning yonida qishlog'imizni asrab qolish uchun shug'ullanadi. Xullas, shunaqa gaplar. Keyingi hafta men sayohatga ketaman. Qayoqqa? Hozir ko'chada yetkim kelmayapti. Yur meni uyimga bir boshdan batafsil tushuntirib beraman. Mayli, bo'pti. Xullas, keyingi haftada Koreyaga meni uchirishmoqchi. Zo'r-ku bu axir. Zo'rga zo'r, lekin o'tga aylangani emas. Qishloqning ishi bo'yicha qanaqadir chempionatmi bilmayman, qanaqadir o'yinmi bilmayman. O'shanga yo'l borishmoqchi. Kelsan men bilan bor. Mayli, sen uchun boraman. Ha, rahmat. Bizga mehmonxonalarni, biletlarni, samolyotlarni, vizalarni, ovqatlanish, pul hammasini o'zligi qilib berishar ekan. Bu yaxshi.
Qara, yomg'ir ham yog'di. Kel, bugun manikida bazm qilamiz. Yaxshi. Unda yo'l kerakli narsalarni internetdan zakaz qilamiz. Ha, bo'pti. Hozir men kompyuterimdan zakaz qilaman. Ketdim. Bo'pti, men telefonimdan. Zakazlarimiz ham kelgandir. O, mana. Mana kelibdi. Assalomu alaykum. Zakazlaringizni olib kelgandim. Ha, assalomu alaykum. Hammasi aytilgandek narx 40 ta olmasa? Ha, 40 ta olmos. Ha, yaxshi, hammasini olib kelibsiz. Ha, to'g'ri. Arzonroq bermaysizmi? Yo'q, o'zi kelishilgan narx ko'p, ha. Sen qarti bormi? Yomg'ir ham yog'yapti aytib. Ha. Tezroq bera qolinglar. Uncha besabrsan, ukam, xoslashaymi? Mana ukam, olmosim. Xo'p, mayli endi bora qol. Ha, rahmat. Bo'pti, mayli. Yaxshi. Senga bir fokus ko'rsataymi? Ko'rsat. Tayyormisan? Menga qarab tur. Qaqqa ketib qoldi. Yoy. Men ko'rinmas odamman. Nima? Endi bo'lib qopsan-ku. Gilamimni buzma, men ko'rib turibman. Nima? Sen qayerdasan? Nima? Mana burindagi ichiga turibman. Ha, endi ko'rdim. Qatdan ko'rib olmadim. Ey, meni urma. Mana uramaysan endi, dugonajon. Bo'pti. Hozir men effektim 2 minut 31 sekunddan keyin ochadi. Sangacha bezat sandig'imga tegib ko'rma. Tamam, narsalarni solib qo'yaman sandig'ingga. Solib qo'y. Mana sandig'imga san qilich qo'ydingmi? Yo'q. Ha. Aldoqchi, mayli. Mana zakasdagi narsalarni qo'yib qo'yganman shotga bizga berilgan narsalar. Ey, hozir o'laman. San. Basharingga sana hozir nimadir qilib qo'yaman deb qo'yadi. Sen nima ekanman o'zi? Oy, kimsan? Ko'rmaslik damlamasini anima qichib olgan. Bilasanmi? Nima bilasanmi? Kel, bayram qilamiz. Ey, menga ko'rmayapsan, qanisan? Ey, meni urma! Sen uraman. Ey! Hammaga xayr, video tugadi.